Assalomu alaykum, Sinovli olam kanalining muxlislari. Biz yana sizlarga Issiqko'ldan qaynoq videolarni taqdim etyapmiz. Qarang, mana bu Issiqko'l, mana bu suv вообще tana. Mana bu plyajga qilingan nima? Mana shu yerda sentralni plyajda o'zi Kapriz degan sentralni nimada turibmiz. Bu rayon Basteri rayoni plyajı hisoblanadi. Juda chiroyli joy, suv o'ta tabiiy, o'ta bir chiroyli, tiniq, qanday bir qora bir boshqasi yo'q, baliqlari yo'q, bolalar o'zi cho'milishni boshlagan bepoyon ko'l. Xudo xolasa yaqinda iyulda sezon boshlanar ekan. Atrofida juda go'zal nimalarni qilib qo'yishgan, soyabonlarni qilib qo'yishgan, tayyorlab adashishlar uchun odamlar kelib mana shu yerda mana diskotekni nima, letni diskotechniy zalmi nima deydi, mana shunday. Xo'sh, sohil juda go'zallashyapti. Borgan sari suv ko'k, mana qarang. Suv o'ta ko'k, taglari polni ko'rinib turibdi. Bugun havo ozgina havolar olingan. Ikkala tomoni ham tog', mana bu tomon ham tog', bu tomon ham tog'. Hozir u bulutlar orasida ko'rinmayapti u tog'. Hamma joy nima? Mana shu yerda yozda kelib mazza qilib dam olsangiz bo'ladi. Bu qumlari, bu sohillarni hammasi bu nima deydi? Sun'iy qilingan emas ekan. Bu tabiiy qum, aytishadi, oltin qumlik plyaj Issiqko'l atrofida deyiladi. Mana shunaqa zolotiy peska plyaj davom etgan, u yoqqa qarab ketgan Basterining narigi boshi, Basteri degan rayon bu. Bu yog'imiz hozir ko'rsatamiz. Bu tomonimiz Cho'lponota, Bishkekka ketadigan tomon. Bu yog'i odamlar hamma sohilda mazza qilib nima qilishadi. Suv o'ta nima deydi? Chorniy more boshqa dengizlarga o'xshab o'ta sho'r emas, lekin istoriyasini o'qib chiqdim. Ko'lni o'ta mineral nimalarga boy ekan. Kelib cho'milib, mana shu yerda yozda dam olib, bir 10 kun mazza qilib ketsa bo'lar ekan. Insonga bu ko'lda cho'milish ham juda foydali ekan. Mana shu tog'lardan erib tushgan suvlar shu yerga kelib quyilar ekan. Bunga kelib quyiladigan daryolar ham bor ekan. Bir ikkita shu daryolarning boshlanishi Qozog'istonning bir chekkasidan boshlanib ketar ekan. Mana shu tog'ning orqasi hozir Almata. Mana shu tog'ning orqasida Almata chegara. Xullas shunday go'zal joy, tabiat o'ta zo'r, ob-havo juda zo'r. Nima deydi? Insonlar ham juda zo'r. Narsalar unchalik qimmat emas, boshqa bir nima deydi? Kurtoy plyajlarga o'xshab, nima deydi? Yevropadagi Yegipet, Dubay, Mubaylarga o'xshagan narsalar qimmat emas, lekin dam oladigan insonga tinchlik kerak. Mana shunday tinchlik uchun, mana shunday bir go'zallik uchun, tabiiy go'zallik uchun oshiqlarga mana shu Issiqko'lni tavsiya etib qolaman. Kelinglar. Bugun biz bozor yakshanba dam oldikda, mana ikkita sherigim bilan mana shu Basteridagi Kapriz plyajida hozir aylanib sayohat qildik. U kuni quyosh borligida, ammo cho'mildik ham. Hozir odamlar ham cho'milyapti. Lekin ozgina endi nima deydi, bu sal sovuqdek qilyapti men uchun, boshqalar maza qilyapti. Ichiga agar gradus qamab olganlar bo'lsa, ularga suvi issiq sovug'ini ham farqi yo'q. Bir tushib kayfini normalga tushirib chiqaveradi. Bunday nimalar lejankalarni qo'yib qo'ygan, maza qilib kelib soyada damni olib, zontikalarni olib, mana ularda damni olib, mana yerda lager, sanatoriya, hammasi bor ekan. Kelaverasiz. Mazza qilib, mana bugun
salligina dengizchamiz, ko'limiz to'lqinlanyapti. Mana qarang. Juda chiroyli, unaqangi o'ta katta shovqini yo'q, mazza. Mana havolarni ko'ryapsiz. U darajada nimasi yo'q. Lekin приятный havo, toza havo, bu yog'ingiz tog', bu yer suv. O'rtada shunday bir go'zal tabiatlar bor. Bu yerga kelgungacha mana shunday. Mana shu qumlar hammasi tabiiy, boshqa joydan olib kelingan emas. Mana shu dengizda mahsuloti shu nimasi. Mana shunday qilib, mana aylanib plyajda chiqyapmiz, xudo xolasa. Hammasi zo'r. Qanday istasangiz shunday ham olasiz. Ichkarida sanatoriyalarda, nimalarda, mana gostinitsalarda siz aytgandek hamma narsasi bor. Dam olishga ham, lechebni nimalariga ham, fizioterapiyalar deysiz, boshqa hamma narsalari bor. Bu yerga kelsangiz havoni o'zi sizni nima deydi, bir davolab qo'yadi. Men hozir yana dal sizlarga xudo xolasa ko'rsatib boraman. Nima deydi? Tabiat yana zo'r. Вообще tiniq. Oltin pesok, zolotay peski. Lekin tabiat juda zo'r. Mana yana ikkinchi prichalga kelyapmiz. Narga bu videoning boshida aytganimdek nomini topolmay qoldim. Prichal. Issiqko'ldamiz. Qaranglar. Xudo xolasa yozda hozir shu oy bu yerda tayyorgarlik ishlari boshlanadi. Juda chiroyli joylar, odamlar ko'p bo'ladi. Xudo xolasa bizni videomizni ham ko'rib biror kishiga bir tavsiya kerak bo'lsa, albatta kommentariyada yozinglar. Sizlarga dengiz haqida, bu xalq haqida, mana shu Bastera, Cho'lponoqa, Issiqko'l haqida sizlarga o'zimiz bilganimizni yana bildiramiz, xudo xolasa. Juda chiroyli joy. Mana yana ikkinchi prichalga chiqdik. Boya nargi prichalda keluvdik. Mana sohilga qarang, to'lqinlanib turibdi. Vah. Inson mazza qilib Allohning qudratidan, mana shunday tabiat mo'jizalaridan bemalol dam olsa, bir nima deydi? Stresslari ketib, bir asablari joyiga kelib, tinchlanib, hammasi joyiga tushadi. Mazza qilib kelib dam olsangiz bo'ladi. Hayotda ozgina o'zingiz uchun ham vaqt ajratib, nima deydi, bir ozgina o'zingiz uchun ham nima qilishingiz kerak. Mana shunday nimalarni qilib damlama olish kerak. Dam olish, dam mehnatga hamdam deydi-ku. Mana shunga kelib shu yerlarda juda katta pulingiz ketmaydi. Misol uchun shu yerga kelsangiz mazza qilib dam olib ketasizda. Mana bir boshqa tavsiyam yo'q. Juda go'zal. Yozda mana shu yerlarda mana katerlar, yaxtalar deysizmi, hammasi to'lib, toshib nima qiladi. Sizlar mana yerda mana dengizni mana shu ko'lning ichiga bunday kafelarni quryapti hozir. Juda chiroyli bo'ladi, xudo xolasa. Mana kafelar juda zo'r bo'lyapti. Bizning ikkita sherigimiz ana yerda charchab qolishdimi bilmayman. Bir ko'raylikchi. Bittalari o'tirishibdi. Shunday. Bunday go'zal plyaj atrofida begovoy doroshka, yangi asfaltlar yotqizilgan. Hamma yerda sport bilan shug'ullanadi. Mana yerlar, mana gostinitsalar, mehmonxonalar, sanatoriyalar. Odamlar mazza qilib shu yerda dam olishadi. Mana hozir kechki sayrda insonlar fizkultura bilan, sport bilan shug'ullanishmoqda, xudo xolasa. Mana go'zal, hammasi zo'r. Atni uchun ham
Tabiat juda zo'r. Mana Ana bu başlasın. tak tak tak. Mana biz hozir bir sanatoriyani Kapriz degan nimani ichidan o'tib ketamiz. Hozir bu yerda tabiatni ko'ryapsiz, o'zingiz bilganday. Videolarga kачествоsi endi telefonda olingan iPhone 17 Pro Max emas, albatta. Mana shunday o'ta havosi toza joy. Mana endi mana kelsangiz shu diskotechni bari atrofida shu yerda mana har xil taomlar deysizmi, taomlanishga, xohlasangiz basseynlarda cho'milishga, mana bunday yozgi basseynlar bor. Hammasi juda go'zal. Отлично.